Bir marta qo'shni podyezdda lift qulab tushgan. Ichida odamlar bilan birgalikda. 2 marta pojar bo'lgan. Biz yangi uyga ko'chdik. Xullas, to'yimiz bo'lganiga 3 yil bo'ladi va biz 3 yil ichida bu 3-marta ko'chishimiz. Birinchi marta to'yimiz bo'lgandan keyin biz Sergelidan uy arendaga olganmiz. Nimaga biz arendada turamiz? Chunki bizning o'zimizning shaxsiy uyimiz yo'q. Nimaga shaxsiy uyimiz yo'q? Chunki uy konfet emas, shunday chiqib sotib olgani. Unda nimaga ota-onamiz bilan yashamaymiz? Chunki turmush o'rtog'im alohida yashashi xoliydilar va undan tashqari ularning ota-onalari Moskvada yashashadi. Xullas, to'ydan keyin biz Sergelida 2 xonali uyda turganmiz. Arendasi $350 edi. 1 yil turganmiz. Bizga umuman yoqmagan, yuragimiz siqilib ketgan sabablari. Chunki Sergeli cho'lga o'xshaydi. Juda ham chang. Aylangani joy yo'q. Daraxt, tabiat umuman yo'q. Bundan tashqari qo'shnilarimiz juda ham g'alati edi. Kimdir tepadan qo'shni sigaret chakib tashagan va sigaret bizani oynamizdan uyimiz ichiga kirib, gilamimizni kuyishni boshlagan. Yaxshi ham men u narsani ko'rib qolganman va sразу o'chirganman. Endi tasavvur qiling, agar o'chirmaganimda nima bo'lardi, to'g'rimi? Bir marta qo'shni podyezdda lift qulab tushgan. Ichida odamlar bilan birgalikda. 2 marta pojar bo'lgan. Va oxir-oqibat biz sentrga, parkka yaqin bo'lgan joydan uy qidirishni boshladik. Va C2 dan shu undan oldingi uyimizni topganmiz. O'zingizlar bilasizlar, sentrda uylar qimmat bo'ladi. Uyimiz примерно 40 kvadrat metrlik kichkina studiya edi. Xullas, farzandimiz o'sha uyda tug'ilgan. U uy bizga juda ham yoqardi, lekin o'zini minuslari bor edi. Xullas, qo'shnilarimiz bizani bir necha marta boshimizga suv oqizishgan xullas. Undan tashqari biz birinchi etajda turardik va bizning tegimizda podval joylashgan. Podvalda juda ham ko'p trubalar yorildi. Undan tashqari bizning ham trubalar yorildi va uyda namgarchilik klimat buzilib, uy namlanib, zax bo'lib qoldi. Ko'chishga majbur bo'ldik. Bo'lmasa bizga ham lokatsiya, ham uy yoqardi. U uyimizning arendasi $600 edi. Tasavvur qilasizlar, Sergelida $350 ga turgan parchka $600 ga ko'chib kelganmiz o'tga. Oxirgi marta suv toshgandan keyin biz qaror qildik. Ko'chmasak bo'lmaydi. Shuning uchun uy qidirishni boshladik. Mana shu uyni pochchilar topdilar. Shotor Rustaveli ko'chasida joylashgan va bu novostroyka va 10-etaj. Bizning balkondan va oynalardan butun Toshkent ko'rinadi. Quyosh botishi, tong otishi hammasi juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu uyimizning arendasiga keladigan bo'lsak, bu uyimizga $750 to'laymiz. Aytishingiz mumkin, oyiga shuncha pul to'layotgansizlar, undan ko'ra ipoteka yoki kredit olmaysizlarmi, uy olmaysizlarmi deb. To'g'risi biz ipoteka va kredit mavzusini umuman xushlamaymiz. U narsalar baraka qochiradi deb hisoblaymiz. Men ishonaman, o'z kuchimiz bilan Xudo xolasa chiroyli uy olamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, bu uyimizni polniy obzor qilib, room tour qilib, stories'imga qo'yaman. O'tkazib yormaslik uchun obuna bo'linglar.